Assalamu alaykum, muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilib atgan Erkin Asiya radiosuning tor televiziyasi. Men Gulchehra. Bugungi programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Aşkarlanışça, Baynais'te 18 sentabr günü yüz bergen kömür kanğı hücum qilish vaqasidan keyin vaziyat kündün-kunga jiddiyleşken. Vaqa yüz berganiga 2 hafta bo'lgan bo'lsa-mu, lekin fidoilarning texchi tutilmaganligi ma'lum. Egallanishcha fidoilarning tutilmasligiga ularning chekingan tog' yo'llarining murakkab va xatarlik bo'lishi, fidoilarning tog' muhiti bilan puxta tonishligi, shundaqla ularning qo'lida saqchilardan o'lja ilingan qurollarning bo'lishi sabab bo'lmoqda ekan. Navbatda Baynaisning Terak bozor, Bulung ve Çarbağ yezleri hem kentlərdə ayollar tıntınglıqçılarga tamaq etishga selinsa, yaşlar doqmuş-doqmuşda növbətçilik qoyulmaqda ekan. Xitay dairələri Uyğur elində Uyğur Avtonom rayoni qurulğanlığının 60 yılligini təbriklab atqan bir məzgildə Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Rabiya Qadir xanım radiomuz orqali bütün dunyoga bayonot e'lon qildi. Rabiya Qadir xanım bayonotida Uyğurlar Xitoyning yolg'on avtonomiyasini azaldan qabul qilgan emas, ham bundan keyinmi qabul qilmaydi dedi. Xitoy hukumati bir tarafdan atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonining 60 yillik Shalliq Musabisi nomli saxta kitob nashr qilib, xalqarani aldashga urinsa, yana bir tarafdan Uyghur elida 3 xil kuchga qarshi kurashni 1 minutmi to'xtatmaydiganligini jakarlamoqda. Rabiya Qadir xonim Xitoy hukumati mayli qaysi usulda bostirmasin, Uyg'urlar erkinlik yo'lidagi bu kurashni davom qiladi deb ko'rsatdi. Ötken yıldan buyon Xitoyda "Men Şinjandan keldim" nomli kitobi bilan dangdar shaxsga aylangan Qurbonjon Samat bu yil 9 ayning 29 kuni Amerika poytaxti Washingtondagi Georgetown universitetida bir maydon leksiya bergan. Qurbonjon Samatning "Men Şinjandan keldim" nomli Xitoycha kitobi o'tgan yili Beijingda nashr qilingandan keyin Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining qo'llab-quvvatlashiga erishgan. Qurbonjon Samatning bu kitobi Xitoy hukumatining mablag' selishi bilan ingliz, yapon, arab va turk tillariga tarjim qilinib, chet ellarga tarqatilmoqda. Muajiratdagi Uyg'ur ziyolilari Qurbonjon Samatning "Men Şinjandan keldim" nomli kitobiga va uning Amerikadagi bir qancha maydon leksiyalarga qattiq raddiya qaytardi. 30 sentabrdan buyon bütün dünyadaki Sharq Turkiston tashkilotlari o'zlari turishliq davlatlarning qonuniy yo'l qo'ygan doirada Xitoy hukumatiga qarshi norozilik namoyishlarini elib bordi. Namoyishchilar Xitoy hukumati atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayoni qurilganligining 60 yillik to'yi deb tabriklayotgan 1-oktabrni Sharq Turkiston xalqining motam kuni deb jakoladi. 30 sentabr kuni Amerika poytaxti Washington va uning atrofida yashayotgan Uyg'urlar Xitoy elchixonasi oldiga yig'ilib, keng ko'lamli norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyishga Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Rabiya Qadir xonim shaxsan o'z yetakchilik qildi va Xitoyga qarshi norozilik bayonoti e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari oktabr bayrami mezgilida Uyg'ur elida xatarlik buyumlarni to'shiydigan mashinalarni vaqtliq to'xtatadiganligi haqida uqtirish chiqargan. Uqtirishdan ma'lum bo'lishicha, 9-oyning 28-kundan 10-oyning 3-kunigacha Uyg'ur Avtonom rayon tavasidagi barliq yo'llarda xatarlik buyumlarni to'shiydigan yuk mashinalari birdek qatnashdan to'xtaydi ekan. Yuqorqi muddat ichida bu turdagi mashinalarning may qachilash punktlariga kirib, benzin yoki dizel qachilishimi cheklangan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan Uyg'ur elidagi may qachilash punktlari bu ahvolning rostligini dalilladi. Shotlandiyalik muzikant va kishilik huquq faoliyatchisi Joe Hamilton apandi 28 sentabr kuni Xitoy turmasida yetayotgan Ilhom To'xtining 1 yillik turma hayotini xotirlab, uningga beg'ishlangan ikkinchi naqshisini ijod qilgan. Muzikant Joe Hamilton apandi o'z ijodiyatlarida mashhur kishilik huquq faoliyatchilaridan Nelson Mandela, Dalai Lama qatorliq mashhur arboblarga atab ko'plagan naqshlarni ijod qilgan. Uning 2014-yildan buyon bolasini yo'qotgan Uyg'ur ana Fatugul G'ulam, turmadagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti
ve 5 iyul tutqunlarga atab ijod qilgan bir yurish naqshlari ijtimoiy taratqularda zo'r ta'sir qo'zg'ab, chet ellardagi Uyg'urlarning qizg'in olqishiga erishmoqda. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.